Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ikkita Captiva avtomobiliga ideal holatda propan uстановка qilib beramiz. Xo'p, tashqaridagi Captiva avtomobilimizni ikkita 65 tani yechib, 61 talik bitta ideal qilib uстановка qilmoqdamiz. Bunisi bemalol 450-500 km yuradi, chunki bunisi 2.4 motor, bunisi 280-300 provek beradi. Bunga ham 61 talik, faqat 3 lik motor. Xo'p, bu tomonda Legenda 90 talik Cobalt avtomobiliga propan uстановка qilamiz. Bemalol 900 km yuradi. Hop, bu tomonda Tracker avtomobilimiz bemalol 450-500 provek beradi. Qaytarib o'tamiz. Negativ ko'pchilik yozyapti. Biz realniy klientlardan shu kilometrajni eshitganimiz uchun aytyapmiz. Hop, Captiva 3 lik motorimizga qanday xizmat qilib beryapmiz? Bunga 4 plus qo'ysa ham bo'ladi, lekin mijozimizga ya'ni 3-pakalani yoqdi, ya'ni benzin aralashtirib umuman yoqmasin deganim uchun 3-pakalani uстановка qilib bermoqdamiz. Original reduktorlar bilan zavodskiy qilib uстановка qilyapmiz. Va mana bu dudka bo'ladi. Mana shu dudkani joylashtirganda juda ham katta ahamiyatga ega. Havo so'rib qolmashi kerak. Iloji boricha maksimum kilaylab, moshina qilib joylashtirsangiz shunda ideal yuradi. Qaytarib o'tamiz. Har qanday turdagi avtomobillarga super mega chegirma narxida propan va metan kafolatini uстановка qilib beramiz. Oldi qo'yilgan jihozga 1 yil garantiya, balonga esa 10 yil Sirdaryo metan gaz 24 ga yetdi. Ha, aytgancha har bir zapchas bizda qaytarib o'tamiz. Sizni qo'lingizga ushlab ko'rsatiladi. Ya'ni qaysi zapchas qayerdan chiqqani, ma'qul kelganini kafolati bilan uстановка qilib beramiz. 24 ga yetdi. Obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni qayerda sifatli propan yoki metan qo'ysam bo'ladi deb yurganlarga yuborib qo'ying. Keling, super mega chegirmamizda ilinib qoling. 24 ga yetdi.